Sarguzasht, sarguzasht ortidan sarguzasht. Taylandga kelishimdan oldin men adashgan ekan. Buddist bo'lganim bilan bu yerda masjidlar ko'p ekan. May Allah give you the best reward this dunya and akhirah. Mana shu Sohot, Krugovoy Sohot. Bu mana shu Taylanddagi Phuketdagi asosiy orientirovkalardan hisoblanadi. Eski shahardagi Sohot. Bu yerda mana buddistlarda xrami bor, ibodatxonasi. Ozgina yurganimizdan keyin to'g'rimizda masjid bor. Ana shu masjidga kirib hozir juma namozini o'qiymiz. Mabodo juma kunda mana shaharda aylanib qolsanglar, mana shu Sohotni belgilab olasizlar. Sohotdan Krugovoydan qanday tushuntirsam bo'ladi? Buddistlarda nimasi bor? Ibodatxonasi bor. Ana shu ko'chaga yurasizlar. Ko'chaga yurganingizdan keyin где-то bir 5-600 metrdan keyin chap qo'l tarafda masjid bo'ladi. Mana shu yashil gumbazli masjid. Ko'rinadi xullas. Ozgina yursangiz. Mana o'sha masjid. Chap qo'lingizda tahoratxonasi bo'ladi. Shunaqa, endi o'chiramiz. Namoz o'qiymiz. Taylandga kelishimdan oldin men adashgan ekan. Qayerga safarga boradigan bo'lsam, men birinchi o'rinda, men emas ko'pchilik birinchi o'rinda shu narsani o'ylaydi, u yerda halol ovqat, masjidlar bormikin deb o'ylashadi-da. Bu yerda bilsanglar asosiy dini buddistlar. Buddist bo'lgani bilan bu yerda masjidlar ko'p ekan. Har bitta rayonda 5 ta 6 ta masjid bor. Men Rossiyada yashayman. Rossiyada ham bunchalik masjid ko'p emas. Qarang, o'g'rislar hattoki va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kazakhstan? Yes, Uzbekistan. Uzbekistan. Yes. MashaAllah. How are you? Alhamdulillah. I'm really sorry to disturb. Actually, I'm coming from Pakistan, Kashmir. So we are just coming here because we have an Islamic education school in Kashmir, Pakistan. So there is 250 blind and orphan students. They are studying Quran and Hadith and Dua for all Muslims, including the Palestine. Actually, we are collecting the donation for our madrasa because we are collecting the Quran for the blind people. So we need to buy the Quran and we are bringing our country is a very special Quran is for the blind people, is a finger touching Quran. Quran is a big sadaqah jariyah. My brother Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. If you have possible, may Allah give you power, may Allah give you ability, you can some donation for our madrasa for the Quran project. Inshallah, may Allah give you the best reward this dunya and akhirah. One time you die, I die, all people is die, Quran is not die. So we collect the donation, we buy Quran and we bring our country for the blind students. These are the blind students in our madrasa, they are studying Quran. In Kashmir, Pakistan. Hozir qaranglar, hozir mana masjiddan jumadan chiqib kelyaptim. What's your name? My name Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz yo'limdan chiqib qoldida. Mana shu yerda bu Muhammad Hafizlar Qur'on bo'yicha mana o'zini nimasini ko'rsatyapti. Qaranglar. Qanchalik ko'ryapti, qanchalik ko'rinmayapti bilmadim. Lekin shu yerda bu bolalar Qur'on hofizlari o'rgatishar ekan. Har xil ilmlar, kontaktlarni olib qolaman, nimaga qoldiraman, xudo xohlasa ko'rasizlar. Balki Instagramda yo'q, Instagram. I have Instagram. Hamza Education Welfare. My Instagram name Hamza Education and Welfare. Hamza Education Welfare degan Instagram o'zini postlari bor ekan. Xudo xolasa bachagim bor. Qarang, men aytdim, hozirgina aytib turaman, men Rossiyada yashab turib bunchalik ko'p musulmonlar, bunchalik ko'p masjidlarni ko'rmayman. Hattoki ular Xudoga ishonib turishib turib dinga qarshi chiqadi. Lekin bu yerda Budda juda ko'p. Lekin bularda ancha erkinlik bor ekan. Shunaqa. Ajoyib holat bo'ldi. Masjiddan chiqib kelsam, pokistonlik Muhammad Pokistonda ko'r bolalarga Qur'on o'qitish bilan shug'ullanishadi ekan. Shu yerda yurib, xayr ehson yig'ib yuribdi. Instagramlarni berdi, ko'rsatdi. Shu holatda yana bir Dog'istonlik bir do'stimiz ham kelib qoldi-da, birodarimiz. U ham o'zidan ko'nglidan chiqargan ehsonni qilib berdi. Alloh qabul qilsin ehsonni. Shunaqa do'stlar. Mana shu bola Chingalchukka o'xshaydi ekan. Orqalariga nakulka qo'yib olgan. Butun Tailand taniydi mana shu Phuketdagi hamma ko'cha taniydi shu bolani. Sizlar ham tanib olaylar, mabodo kelib qolsanglar, shu orqasida shu yerda Qo'chqorvoy rasmi tushgan. Nakolka bilan chachi o'sgan yuradi.
Shunaqa. Biz endi hozir bugun Arafa kuni shu yerda bitta masjid bor, masjidga kirib peshingacha ozgina ibodat qilib, duolar qilib o'tiramiz. Bo'pti Shingalchuk, biz endi bu yerdan o'ngga ketdik. Mana shu ko'chada masjid bor. Har kuni 5 vaqt namoz. Har kuni 5 vaqt azon aytilib turiladi. Mana bitta kichkinagina uymikin bu yo otelmikin bilmayman, qaranglar, rosa kichkinagina qilib qo'ygan. Mana bu bizni masjidimiz. Mana shu masjidga kirib endi ozgina duo qilib o'tiramiz. Chislaga e'tibor beringlar. 26.05.69-yil. Mana bo'ladi. Bu yerda shunaqangi bir odat borda bularda. Agarda siz xizmat zakaz qiladigan bo'lsangiz, xoh taksi zakaz qilasizmi, xoh qayerda orollarga borasizmi yoki bo'lmasam qanaqadir bir ko'ngilochar shunaqa xizmatlar zakaz qiladigan bo'lsangiz, bularda shunaqangi qutilari bo'ladi. Ya'ni choy puli uchun. Doim yoningizda naqd pul yurgani yaxshi. Mana bu choy pulini berganingizda olayotgan odam ham xursand bo'ladi, o'zingiz ham xursand bo'lasiz. Ikkita tomonga yoqimli bo'ladi. Shunaqa do'stlar, agarda mana shu qutilarni ko'radigan bo'lsangiz, albatta bu odam uchun yoqimli bir ish qilganingiz sizga ham yoqimli bo'ladi. Shunaqa. Endi 15 minutdan keyin biz aeroportda bo'lamiz. Mana shu qutini biz ham to'ldiramiz. To'ldirishga yordam qilamiz. Tailandga kelgan turistlar uchun bitta ma'lumot, mana shu registratsiya bo'limidan bundoq o'tishingizga mana shu yerda namozxonasi bor ekan. Ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida namozxonalari bor ekan do'stlar. Mana shu joyda tahorat uchun joylar hamda namoz uchun joylar. Qaytaraman, registratsiya bo'limidan o'tishingizga shundoqqina boshida sarguzasht ortidan sarguzasht. Xullas do'stlar, biz hozir taksi chaqirgan edik. Taksida kelib registratsiyadan ham o'tib bo'lgan edik. Telefonimiz qolib ketibdi mashinada. Keyin yaxshi amalga prilojenedan taksi chaqirganmiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman, agarda taksi chaqiradigan bo'lsangiz, albatta prilojenedan chaqiringlar. Informatsion byurosiga keldim aeroportda va u yerda qizga shunaqa deb tushuntirdim. Prilojenedan taksistni danlilarini topib telefon qildik. Telefon qildik, shofir hozir 5 minutda qaytib boraman, olib kelib beraman dedi. Xullas shu narsani sizlarga yetkazmoqchiman. Albatta taksi zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, prilojenedan zakaz qilinglar. Agar muammo bo'lsa, hal qilishingiz oson bo'ladi. Shunaqa do'stlar, endi hozir kutamiz taksida kelishini. 1-2 minutda yetib kelib qolsa kerak. Hozir rasm jo'natdim, men qayerda ketyapman deb. Yana prilojening shunaqa narsasi borki, o'zingiz turgan joyda yoki bo'lmasam taksi turgan joylarda shunday rasmga olib tashlasangiz, shunday SMS orqali qayerda turibdi, nima qilyapti, hamma narsani ko'rib bilib tursangiz bo'ladi. Mana taksi bolamiz keldi, mana margat qilyapti. Menga choy puli beramiz yana. Okay. My bro. Oh. Thank you. Okay, no problem. Okay, thank you. The photo. Yes. Photo. 1, 2. Okay, thank you. Kapıngar. Bye, see you. Xo'p, rahmat dedik bu bolaga. Xullas mana telefonda oldik. Ketdik. Shunaqa do'stlar, albatta ehtiyotkorlik bu o'zingiz uchun foyda. Ogoh bo'linglar.